Homiladorlar har kuni kechasi bir stakan kefir yoki qatiq ichib uxlashini top 3 foydasi haqida bilasizmi? Birinchisi, sokin uyqu, xotirjam bola. Qatiq va kefir tarkibidagi triptofan hamda kalsiy moddalari miyani tinchlantiradi va o'z navbatida uyquni yengillashtiradi. Sifatli uyqu esa nafaqat onani, balki homilani ham stressdan himoya qiladi. Ikkinchisi, homilaning suyaklari mustahkam bo'ladi. Qatiq va kefir tarkibidagi kalsiy homilani suyaklari hamda tish rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga egadir. Ayniqsa, kechasi tanadagi hujayralar qayta tiklanayotganda bu modda juda yaxshi o'zlashtiriladi. Uchinchisi, oshqozon sog'lom bo'lsa, homiladorlik yengil o'tadi. Qatiq tarkibidagi foydali bakteriyalar ichak faoliyatini yaxshilaydi va homiladorlarning eng qiynab keladigan muammolar, qabziyat hamda shishlarni oldini oladi. Go'zal homilador qizlarimiz, shunchaki kechasi yotishdan avval tabiiy bir stakan qatiq yoki kefir ichsangiz, sizga ham tanangiz, ham homilangiz minnatdor bo'ladi.